Men bugun charchamagunimcha yuguraman. Organizmni qanchagacha ko'tarishini birgalikda ko'ramiz. Botanika bog'idamiz. Bizda suv bor, quyoshli havo bo'lgani uchun bitta ochki taqib olaman. Uzoq masofaga yugurmoqchiman, shuning uchun bitta naushnik ham обязательно kerak bo'ladi. 2 kilometr, 4 kilometr, 7 kilometr, 15 kilometr, 16 kilometr. Uzoq distansiya yugurayotganda badandan tuzlar chiqib ketadi. Mana shunaqa tuzlarning chiqib ketishi ko'rinishi. Xo'sh, bularni to'ldirish uchun qurt yoki sitrusli napitak ichish kerak. Hozir magazinga borib qurt va palpiy olamiz. Soat davomida yuguryapmiz, 17 kilometr bo'ldi. Soatim o'chib qoldi. Sizlarda ham shunaqa fail bo'lmasligi uchun soatni zaryadkasini to'ldirib yuringlar. Qush tiqilib qoldi daraxtga. 19 kilometr. Videoni boshida charchagunimcha yuguraman degan odam. Xo'sh, organizm charchaganini qayerdan bilsa bo'ladi? Misol uchun mana sekin tempda yuguryapman va puls baland. Demak, organizm charchagan. Men 20 kilometr yugurdim va yugurishni shu joyda to'xtatamiz. Agarda siz sport va yugurishga qiziqsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang. Video tugashidan oldin men bu go'zallikni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Wow. Bitta like bosib oladigan joyi.